Xalq tilida aytganda gapni ichida saqlash natijasida aynan nafas olish organlarida muammolar, kasalliklar tez-tez uchrab turadi. Bunday odamlarda asosan bel, buyrak va oyoq sohasida doimiy surunkali og'riq bo'ladi. Misol uchun o'tgan haftada bizga bir bemor ayolimiz murojaat qildi. Unda doimiy bosh og'rig'i, boshda og'irlik, doimiy kayfiyatsizlik, kayfiyati yo'q. Assalomu alaykum. Men Toyirov Xurshid, oliy ma'lumotli shifokor, kineziologman. Bugun sizlar bilan zararli emotsiyalar, stress va uning tanamizga ta'siri, kasalliklarni keltirib chiqarishi haqida gaplashamiz. Bu mavzuni yoritishimga sabab, hozirda menga murojaat qilayotgan bemorlarning ko'pchiligida aynan emotsional buzilish va uning natijasida xronitskiy, ya'ni surunkali og'riqlar yuzaga kelyapti. Ya'ni u joyga qancha tochkalar bilan ishlaganimiz bilan yo boshqa narsa qilganimiz bilan og'riq ketishi qiyin, lekin stressga yoki emotsional zo'riqishga ishlaganimizda, maxsus tochkalar bilan emotsiyalarni bloklaganimizda ularda og'riq o'z-o'zidan xuddi suv parlanganda yo'q bo'lib ketyapti. Hozir sizlarga ba'zi zararli emotsiyalar va ular keltirib chiqadigan kasalliklar va og'riqlar haqida gapirib o'taman. Siz esa oxirgi hafta yoki oyda aynan sanab o'tilgan zararli emotsiyalardan qaysi birini ko'proq his qilganingizni kommentariyada yozib o'ting. Birinchisi bu qo'rquv. Qo'rquv, ya'ni doimiy ravishda qo'rqish, bu tabiiy fiziologik jarayon bo'ladi. Agar odam ko'p qo'rqib ketsa, yurak urishi tezlashadi, nafas olishi qiyinlashadi. Bu tabiiy fiziologik jarayon. Lekin bu doimiy davom etsa, buning natijasida oddiygina hayot tashvishlaridan qo'rqish yo boshqa narsalardan qo'rqish ham kiradi. Bunday odamlarda asosan bel, buyrak va oyoq sohasida doimiy surunkali og'riq bo'ladi. Agar siz shu og'riqlar bilan shifokorga murojaat qilsangiz, tekshirtirsangiz, MRT ga tushsangiz, lekin o'sha sohada hech qanaqa muammo yo'q, lekin og'riq bor. Demak, sizda aynan qo'rquv bilan muammo bo'lishi mumkin. Keyingi zararli emotsiya bu g'azab hisoblanadi. Agar odamda qanaqadir g'azab, doimiy kimdandir jahli chiqib yurish bo'ladigan bo'lsa, unda asosan yurak va jigar kasalliklari ko'p uchraydi. Yurak sohasida, jigar sohasida og'irlik, sanchib og'rishish, kuyishish kabi hislar tez-tez uchrab turadi. Keyingisi xafagarchilik. Bu zararli emotsiya bor odamlarda asosan ko'krak sohasi va nafas olishda muammolar yuzaga keladi. Ya'ni ular qanaqadir kimdandir xafa bo'lgan yo ranjigan bo'ladi-da, lekin gaplarini gapira olmaydi o'sha odamga. Xalq tilida aytganda gapni ichida saqlash natijasida aynan nafas olish organlarida muammolar, kasalliklar tez-tez uchrab turadi. Har bir nafas olganda nafas qisishi, hansirash kabi belgilar yuzaga keladi. Keyingisi aybdorlik emotsiyasi, ya'ni ota-ona oldida yo bo'lmasa ishxonada boshliq oldida aybdorlik hissi, biron ishni qilmaganda yo boshqa bo'lganda. Bunaqa zararli emotsiyaga ega odamlarda asosan bo'yin sohasida, yelkada va orqa sohasida, kuraklar orasida surunkali og'riq bo'ladi. Hech qanaqa sababsiz, tekshirganda hech narsa chiqmaydi, nervlar hammasi butun, umurtqalar yaxshi, grija yo'q, lekin doimiy o'sha joy og'rib yuradi. Keyingisi kechirmaslik, ya'ni ranjish. Bu emotsional zararli emotsiyaga ega bo'lgan odamlarda asosan oshqozon ichak sistemasida kasalliklar uchraydi. Qorindan bo'lib yurishi, har xil gastrit, yara kasalliklari, ichak buzilishi, tez-tez ich qotishi yoki ketishi, hech qanaqa sababsiz, ular ham tekshirtirganda, UZI tushganda yo analiz topshirganda hammasi yaxshi, lekin shu muammolar bilan doimiy yurishadi. Bu barcha zararli odatlar sekin astalik bilan yig'ilib, keyinchalik stressga, emotsional va ruhiy zo'riqishga olib keladi va ularning natijasida har xil jiddiy kasalliklar yuzaga kelishi mumkin. Misol uchun, o'tgan haftada bizga bir bemor ayolimiz murojaat qildi. Unda doimiy bosh og'rig'i, boshda og'irlik, doimiy kayfiyatsizlik, kayfiyati yo'q, bo'yinda muammolar bilan murojaat qildi. MRT'sini ko'rganimizda toza, grijalar yo'q, osteoxondrozlar yo'q. Mushaklar bilan, nervlar bilan, tochkalar bilan, boshdagi choklar bilan hammasi bilan ishlaganimizdan keyin ham lechina davomida hech qanaqa og'riqlar kamaymadi. Va oxir-oqibat aynan emotsiyaga ishladik, ya'ni maxsus tochkalar orqali har bitta emotsiyani bloklab chiqdik. Shundan keyin o'sha ayolda yengillashish hissi yuzaga keldi. Ularda aynan aybdorlik hissi juda kuchli ekan. Aybdorlik hissi tufayli butunlay kayfiyatsiz kun davomida yuradi. Doimiy odamlardan qochib yurar ekanlar. O'sha joylar bo'yicha, ya'ni aybdorlik hissi bo'yicha ishladik. Yuzdagi tochkalari bilan igloterapiya orqali va meridianlar orqali davolaganimizda bu ayolda yengillik kuzatildi. Bosh og'riqlari o'sha kunni o'zida ketdi, bo'yin va yelkalari ancha yengillashdi. Agar sizda ham shifokorga borganingizda ma'lum bir og'riq bilan yoki ma'lum bir kasallik, muammo bilan borganingizda hech qanaqa diagnoz qo'yishmagan bo'lsa yoki yillar davomida lechina
olgansiz, lekin befoyda bo'lsa, MRT ga tushdingiz, UZI ga tushdingiz, hamma joy yaxshi, yurak yaxshi, yo jigar yaxshi chiqadi, lekin o'sha joyda og'irlik hissi bo'ladigan bo'lsa, demak sizda imенно emotsiyada muammo bo'lishi mumkin. Buning bir qancha usullari bor. Kineziologiyada aynan shu emotsiyani bloklash, uni yechish yoki o'chirish kabi maxsus tochkalar orqali, meridianlar orqali, igloterapiya orqali, keyin Roy Martini usullari bor. Bu usullarning hammasi qo'llaniladi. Bu usullar orqali doimiy og'riqlardan qutulishingiz mumkin. Buning uchun esa quyidagi raqamlarga telefon qilib men bilan bog'laning, konsultatsiya berib o'taman.